Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun biz hammamiz uchun juda muhim dolzarb va hatto qaltis masalani ko'rib chiqamiz. Agar siz nafaqa oluvchi bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, yoki umuman kelajakda nafaqa olishni reja qilayotgan bo'lsangiz, unda bu video siz uchun shunchaki muhim emas, balki hayotiy ahamiyatga ega. So'nggi paytlarda pensiya tizimida shunday o'zgarishlar yuz beryaptiki, ular ko'pchilikni chalkashtirib yubordi. Ba'zilar esa bu yangiliklardan butunlay bexabar. Men sizni bir daqiqaga ham chalg'itmoqchi emasman. Chunki har bir ma'lumot juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va diqqat bilan tinglang. Bu ma'lumotlar sizni juda katta muammolardan qutqarib qolishi mumkin. Pensiya tizimida yaqinda qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va tartiblar natijasida ko'plab nafaqaxo'rlar uchun avvalgi odatiy bo'lib tuyulgan holatlar keskin o'zgardi. Ilgari ko'pchilik nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksayish yoshi bo'yicha pensiya oluvchilar, pensiya bilan birga ishlashni odatiy hol deb bilardi. Ya'ni ular ham pensiya, ham oylik maosh olish imkoniyatiga ega edilar va bu asosan hech qanday cheklovlar yoki qo'shimcha shartlar bilan bog'liq emasdi. Ko'plab odamlar, ayniqsa o'z kasbining ustasi bo'lgan tajribali mutaxassislar nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlab, oila byudjetiga qo'shimcha daromad keltirishni afzal ko'rishardi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar ham, agar ularning sog'lig'i imkon bersa, qisman yoki to'liq ishlashlari mumkin edi va bu ularning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatmasdi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bolalar yoki boshqa shaxslar ham o'qishlari, ishlashlari va bu pensiyani olishda davom etishlari mumkin edi. Vaziyat ancha sodda va tushunarli edi. Pensiya bu davlat tomonidan kafolatlangan ta'minot, ish haqi esa mehnat uchun olinadigan mukofot. Bu ikki daromad manbai ko'pincha bir-biriga bog'liq emas edi. Ya'ni birining mavjudligi ikkinchisining bekor bo'lishiga olib kelmasdi. Ammo hozir vaziyat butunlay boshqacha tus oldi. Yangi qonunchilikka ko'ra, pensiyaning ayrim turlarini oluvchilar uchun qo'shimcha ish haqi yoki boshqa daromad manbalariga ega bo'lish masalasida jiddiy cheklovlar joriy etildi. Endi men ham pensiya olaman, ham ishlayman degan odatiy tushuncha hamma uchun birdek amal qilmaydi. Bu o'zgarishlar aynan qaysi turdagi pensiyalarga tegishli ekanligi, kimlar uchun hech narsa o'zgarmaganligi, kimlar uchun esa jiddiy muammolar paydo bo'lganligi haqida endi batafsil gaplashamiz. Aslida bu o'zgarishlar ijtimoiy adolatni ta'minlash, pensiya jamg'armasiga tushadigan yukni teng taqsimlash va ba'zi hollarda haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lganlarga ko'proq e'tibor qaratish maqsadi kiritilgan degan fikrlar mavjud. Lekin amalda bu ko'plab insonlar uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Keling, endi har bir holatni alohida ko'rib chiqaylik va aynan kimlarning holati o'zgarishlarga duch kelganini, kimlar esa xavotir olmasligi mumkinligini chuqur tahlil qilaylik. Bu qism videoning eng asosiy va muhim joyi hisoblanadi. Birinchi va eng keng tarqalgan pensiya turi bu asterisk yoshga doir pensiya, qariya pensiya hisoblanadi. Ilgari bu toifadagi nafaqaxo'rlar bemalol ishlashlari va shu bilan birga to'liq pensiya olishlari mumkin edi. Masalan, 15 yoshli Muhammad aka pensiyaga chiqqaniga qaramay, 15 yildan buyon o'zining sevimli muhandislik sohasida to'liq stavkada ishlashda davom etardi. U har oyda 2 million so'm pensiya va 4 million so'm oylik maosh olardi. Umumiy daromad 6 million so'mni tashkil etardi va bu hech qanday cheklovlar bilan bog'liq emasdi. Ammo yangi qonunlarga ko'ra, agar yoshga doir pensiya oluvchi shaxs rasman ishga joylashsa va uning ish haqi ma'lum bir miqdordan, masalan belgilangan minimal ish haqining 5 barobaridan, ya'ni hozirgi kunda taxminan 5 million so'mdan, uning pensiyasi endi to'liq miqdorda to'lanmaydi. Bu misolda Muhammad akaning ish haqi 4 million so'm, ya'ni belgilangan chegaradan past bo'lsa, u hali ham to'liq pensiya oladi. Lekin agar uning ish haqi 6 million so'mga ko'tarilsa, u holda Muhammad akaning pensiyasidan ma'lum bir foiz, masalan 2 metr yoki o'tin meri ushlab qolinishi mumkin. Bu degani, u endi 2 million so'm emas, balki erkin yaqin million yoki erkin 4 million so'm pensiya oladi. Bu juda katta farq, to'g'rimi? Shuningdek, agar shaxsning ish haqi belgilangan chegaradan 5 million so'm 2 barobar oshsa, masalan 20 million so'm bo'lsa, pensiyaning yanada ko'proq qismi, masalan 5%gacha ushlab qolinishi mumkin. Bu yangilik ayniqsa yuqori malakali mutaxassislar uchun jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki ular ko'pincha pensiya yoshida ham yuqori maoshli lavozimlarda faoliyat yuritishadi. Ikkinchi tur
asterisk nogironlik pensiyasi. Bu yerda ham jiddiy o'zgarishlar bor. Ilgari nogironligi bor shaxslar agar ularning sog'lig'i imkon bersa qisman yoki to'liq ishlashlari mumkin edi va bu ularning nogironlik pensiyasining miqdoriga ta'sir qilmasdi. Masalan, ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Dilnoza opa uy sharoitida qandolatchilik bilan shug'ullanib, oyiga 2,5 million so'm daromad topardi. U bilan birga davlatdan 2,5 million so'm nogironlik pensiyasi olardi. Uning umumiy daromadi 4 million so'm edi. Yangi qonun hujjatlariga ko'ra, agar nogironlik pensiyasi oluvchining ish haqi yoki boshqa rasmiy daromadi ma'lum bir chegaradan, masalan, minimal ish haqining 3 barobar, ya'ni taxminan 3,2 million so'm oshsa, uning nogironlik pensiyasiga ham qayta hisoblash qo'llanilishi mumkin. Dilnoza opaning daromadi 2,5 million so'm bo'lgani uchun u bu chegaradan past hisoblanadi va uning pensiyasiga hozircha hech qanday ta'sir o'tkazilmaydi. Lekin agar Dilnoza opa o'z gandolatchilik biznesini kengaytirib, oyiga 4 million so'm daromad topa boshlasa, u holda uning 1,5 million so'mlik pensiyasidan ma'lum bir qism, masalan, 15-20 ushlab qolinishi ehtimoli mavjud. Bu yerda asosiy e'tibor nogironlik pensiyasi oluvchilarning moliyaviy ahvolini yomonlashtirmasdan, balki ularni mehnatga jalb qilishni rag'batlantirishga qaratilgan bo'lsa-da, aniq qoidalar va chegara miqdorlari har bir holatda individual ko'rib chiqiladi va pensiya jamg'armasiga yuboriladigan ma'lumotlar asosida aniqlanadi. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar albatta ishga kirishdan oldin yoki daromad manbalarini kengaytirishdan oldin pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari shart. Uchinchi muhim tur asq bo'g'ichisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiya odatda vafot etgan shaxsning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolariga, masalan, voyaga yetmagan bolalar, talabalar, nogiron oila a'zolari to'lanadi. Bu toifadagi pensiya oluvchilar uchun qoidalar biroz yumshoqroq. Masalan, otasidan ajralgan 20 yoshli talaba Aziza universitetda o'qishini davom ettirar ekan. Oyiga 20 million so'm o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olardi. U darsdan keyin kafe restoranda ofitsiant bo'lib ishga kirdi va qo'shimcha ediga 5 million so'm oylik maosh ola boshladi. Ilgari bu uning pensiyasiga ta'sir qilmasdi. Yangi qonunchilikka ko'ra, agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi shaxs o'zining asosiy pensiyasi bilan birga ish haqi olsa, uning pensiyasi faqatgina o'zining mustaqil tirikchilik darajasi, ya'ni o'zini o'zi ta'minlash imkoniyatini inobatga olgan holda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Biroq Aziza kabi talabalar uchun, ayniqsa kunduzgi bo'limda o'qiyotganlar uchun bu pensiya odatda saqlanib qoladi. Chunki ularning asosiy maqsadi ta'lim olish va ular hali to'liq o'zlarini ta'minlay oluvchi shaxslar hisoblanmaydi. Biroq agar Aziza universitetni tugatib, yuqori maoshli ishga joylashsa va uning daromadi o'rtacha ish haqidan sezilarli darajada oshib ketsa, u holda uning o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bekor qilinishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda asosiy tamoyil shuki, bu pensiya asosan haqiqiy ehtiyojga qarab beriladi. Agar ehtiyoj yo'qolsa, pensiya olish asoslari ham yo'qolishi mumkin. To'rtinchi muhim holat asosiy xizmatlar uchun pensiyalar, masalan, harbiy xizmatchilar pensiyasi, ichki ishlar organlari xodimlari pensiyasi va boshqa maxsus pensiyalar. Bu turdagi pensiyalar odatda o'ziga xos xizmat shartlariga ega bo'lib, ular uchun boshqa pensiya turlari bilan solishtirganda qoidalar biroz farq qilishi mumkin. Masalan, Qurolli Kuchlar safdan pensiyaga chiqqan polkovnik Davronbek oyiga 3 million so'm harbiy pensiya oladi. U pensiyaga chiqqach xususiy qo'riqlash firmasiga ishga kirdi va 5 million so'm oylik maosh ola boshladi. Ilgari uning harbiy pensiyasi bu ish haqiga bog'liq emas edi. Yangi qoidalarga ko'ra, bunday maxsus pensiya oluvchilar uchun ham ma'lum cheklovlar joriy etilgan bo'lib, agar ularning yangi ish joyidagi ish haqi juda yuqori bo'lsa, masalan, o'rtacha ish haqining 10 barobaridan oshsa, ularning pensiyasidan ma'lum bir qism ushlab qolinishi mumkin. Biroq ko'pgina hollarda bunday pensiyalar qat'iy ravishda davlat xizmatidagi xizmat stajiga bog'liq bo'lganligi sababli ular boshqa turdagi pensiyalarga nisbatan kamroq o'zgarishlarga duchor bo'ladi. Davronbekning misolida uning 5 million so'mlik maoshi hamon belgilangan yuqori chegaradan past bo'lgani uchun uning harbiy pensiyasi to'liq miqdorda saqlanib qoladi. Ammo agar u yirik xalqaro kompaniyaga ishga kirib 20 million so'm maosh olsa, u holda uning pensiyasi kamaytirilishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, bu toifa uchun pensiya jamg'armasi bilan bir qatorda ularning eski ish joyidagi, masalan, Mudofaa vazirligi, IIB tegishli bo'limlar bilan ham maslahatlash tavsiya etiladi.
Chunki maxsus qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, endi pensiya olib turib ishlash degan tushuncha har bir shaxs va pensiya turi uchun alohida ko'rib chiqilishi kerak. Bu o'zgarishlar shuni anglatadiki, endi nafaqaxo'rlar o'z daromad manbalarini rejalashtirishda yanada ehtiyotkor bo'lishlari kerak. Hukumat bu choralar orqali pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga harakat qilmoqda. Shuningdek, ishsizlar yoki kam daromadga ega bo'lgan nafaqaxo'rlarga ko'proq yordam berishni maqsad qilgan. Agar sizda yuqoridagi misollarga o'xshash vaziyat bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning aniq holatingiz bo'yicha maslahat olishingiz zarur. Esda tuting, har bir vaziyatning o'ziga xos jihatlari bo'lishi mumkin. Endi esa keling, qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va ko'zdan panada qolib ketishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar haqida gaplashaylik. Chunki qonun doimo bir xil emas, unda har doim istisnolar va tushunarsiz joylar bo'ladi. Birinchidan, norasmiy ish faoliyati. Ko'plab nafaqaxo'rlar yuqorida aytilgan cheklovlardan qochish maqsadida norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday mehnat shartnomasi rasmiylashtirmay ishlashni afzal ko'rishlari mumkin. Masalan, bobosi fermer xo'jaligida norasmiy yordamchi bo'lib ishlayotgan G'ani aka har oyda 3 million so'm naqd pul oladi va bu haqda hech kimga xabar bermaydi. Bu holatda, albatta, pensiya jamg'armasi uning qo'shimcha daromadi haqida ma'lumotga ega bo'lmaydi va uning pensiyasiga hech qanday ta'sir ko'rsatilmaydi. Biroq, bu juda xavfli yo'l. Birinchidan, norasmiy ishga joylashish qonunga xilofdir va aniqlangan taqdirda nafaqat ish beruvchi, balki ishchi ham ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Ikkinchidan, eng muhimi, agar bu norasmiy daromad biror sabab bilan, masalan, bank o'tkazmalari, qo'shnilarning shikoyati yoki tasodifiy tekshiruvlar natijasida aniqlansa, nafaqaxo'r nafaqat pensiyadan noqonuniy olingan pullarni qaytarishga majbur bo'ladi, balki ma'muriy jarimaga ham tortilishi mumkin. Ba'zi hollarda bu hatto jinoiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Agar yashirilgan daromad miqdori juda katta bo'lsa, shuning uchun bu tuzoqqa tushmaslikni maslahat beraman. Qisqa muddatli, foyda uzoq muddatli muammolarga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, o'zini o'zi band qilish va yakka tartibdagi tadbirkorlik, bu yerda vaziyat biroz boshqacha. Hukumat o'zini o'zi band qilgan shaxslarni, masalan, hunarmandlar, ustalar, repetitorlar, dizaynerlar va hokazo va yakka tartibdagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga intiladi. Bu toifadagi nafaqaxo'rlar uchun ko'pincha pensiya olish bilan birga daromad topishga nisbatan yumshoqroq yondashuv qo'llaniladi. Agar nafaqaxo'r o'zi band qilish maqomida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lsa, uning daromadlari odatda yuqorida aytilgan ish haqqi chegaralaridan farqli ravishda ko'rib chiqiladi. Misol uchun, pensiyaga chiqqan Latif aka o'z uyida mebel ta'mirlash bilan shug'ullanadi va o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan. U har oyda o'rtacha 3 million so'm daromad topadi. Bu daromad uning pensiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun pensiya olish bilan birga daromad topishga nisbatan maxsus qoidalar mavjud bo'lib, ular ushbu daromadni ijtimoiy himoyaning bir qismi sifatida rag'batlantirishni maqsad qiladi. Biroq bu yerda ham shuni yodda tutish kerakki, agar yakka tartibdagi tadbirkorning aylanmasi yoki o'zini o'zi band qilgan shaxsning daromadi juda katta summaga yetib borsa va u muntazam ravishda yugurib foyda ko'ra boshlasa, pensiya jamg'armasi bu holatni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagi nafaqaxo'rlar ham o'z daromadlari va faoliyatini pensiya jamg'armasiga rasman ma'lum qilib borishlari va maslahat olishlari muhim. Uchinchidan, qisqa muddatli shartnomalar va mavsumiy ishlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar faqat yilning ma'lum bir davrida, masalan, hosil yig'ish mavsumida yoki qisqa muddatli loyihalarda ishlashadi. Bu turdagi ishlar uchun ham alohida qoidalar mavjud. Agar pensiya oluvchi bir necha oy davomida qisqa muddatli mehnatnoma shartnoma asosida ishlasa va bu ishdan oladigan daromadi ma'lum bir chegaradan oshmasa, uning pensiyasi odatda saqlanib qoladi. Biroq agar u yil davomida bir necha marta shunday qisqa muddatli shartnomalar tuzib, umumiy daromadi belgilangan chegaralarni keskin oshirib yuborsa, bu holatda pensiyaga ta'sir qilish ehtimoli mavjud. Pensiya jamg'armasi har bir kalendar yil davomidagi umumiy daromadni hisobga olishi mumkin. Shuning uchun, agar siz shunday faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, oldindan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniq qoidalar haqida ma'lumot olishingiz shart.
To'rtinchidan, boshqa ijtimoiy nafaqalar bilan birgalikda olish. Pensiya oluvchilar ko'pincha boshqa turdagi ijtimoiy nafaqalarni, masalan, uy-joy kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya, kambag'allik nafaqasi yoki bolalar nafaqasi ham olishlari mumkin. Yangi qoidalar ba'zi hollarda bu nafaqalarni olishga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar sizning pensiya va ish haqi yig'indisi ma'lum bir darajadan oshib ketsa, sizga ilgari bergan ba'zi ijtimoiy imtiyozlar yoki nafaqalar bekor qilinishi yoki kamaytirilishi mumkin. Misol uchun, yolg'iz yashovchi pensiya oluvchi Fotima xola pensiyadan tashqari uy-joy kommunal to'lovlari uchun subsidiyalar olardi. Agar u yangi qoidalarga ko'ra ishga joylashib, uning umumiy daromadi ushbu subsidiyalarni olish uchun belgilangan chegaradan oshib ketsa, u holda subsidiyalar bekor qilinishi mumkin. Bu ayniqsa moliyaviy yordamga haqiqatan muhtoj bo'lgan kishilar uchun muhim. Chunki ular ikki tomonlama yo'qotishga duch kelishi mumkin. Bir tomondan pensiya kamaytirilishi, ikkinchi tomondan esa subsidiyalar yo'qolishi. Shu bois barcha mavjud daromad manbalarini hisobga olib, pensiya jamg'armasiga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, sizga tegishli bo'lgan barcha ijtimoiy nafaqalarni olish imkoniyatlaringizni aniqlashtirish zarur. Bu kabi nozik jihatlar va tuzoqlar juda ko'p. Eng asosiysi, har doim rasmiy organlardan to'liq va aniq ma'lumot olishga intiling. Gumonli manbalarga ishonmang va qo'shni aytgan edi degan gaplarga amal qilmang. Endi esa eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Bu vaziyatda qanday harakatlanish lozim? Mana siz uchun aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. Birinchi qadam, astrost o'z vaziyatingizni aniqlang. Siz qaysi turdagi pensiyani olasiz? Yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa turdagi? Siz rasmiy ravishda ishlaysizmi? O'zini o'zi band qilganmisiz? Yakka tartibdagi tadbirkormisiz yoki norasmiy daromadga egamisiz? Har bir holatda qoidalar har xil. Shuning uchun avvalo o'zingizning aniq holatingizni tahlil qiling. Agar siz bir nechta daromad manbalariga ega bo'lsangiz, ularning barchasini hisobga oling. Ikkinchi qadam, Astrosk pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Astrosk bu eng asosiy va to'g'ri qadam. Hech qanday taxminlarga asoslanmang. Sizga eng yaqin bo'lgan pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz yoki agar imkon bo'lsa, ularning ishonch telefonlari orqali bog'lanishingiz kerak. Murojaat qilayotganingizda barcha daromad manbalaringizni, ish haqi, tadbirkorlikdan tushgan daromad, boshqa nafaqalar va hokazo to'liq va aniq bayon qiling. Misol uchun, siz borib shunday deyishingiz kerak: Men ismim Fozil aka. 67 yoshdaman, yoshga doir pensiya olaman. Hozir bir korxonada maosh bilan rasman ishlayapman. Oylik maoshim 5 million so'm. Bu mening pensiyamga ta'sir qiladimi? Qonunchilikdagi yangi o'zgarishlarga ko'ra men nimalarni bilishim kerak? Shu kabi savollar bilan murojaat qiling. Uchinchi qadam, Astrosk kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashlari mumkin. Bu hujjatlar jumlasiga quyidagilar kirishi mumkin: pasport, identifikatsiya karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi agar rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyidan maosh to'g'risida ma'lumotnoma oxirgi 6-12 oy uchun. Agar o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma va daromadlar to'g'risidagi hisobotlar. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, tadbirkorlik guvohnomasi va soliq deklaratsiyalari, boshqa turdagi daromadlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ijara shartnomasi agar mulkingizni ijaraga bergan bo'lsangiz. Barcha hujjatlarni to'liq tayyorlab borish vaqtni tejashga yordam beradi. 4-qadam, Astrosk rasmiy yozma javob talab qiling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda og'zaki maslahat bilan kifoyalanib qolmang. O'z vaziyatingiz bo'yicha yozma murojaat qiling va rasmiy yozma javob talab qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchilik yoki muammolar uchun sizning qo'lingizda ishonchli dalil bo'ladi. Yozma javobda pensiya jamg'armasi sizning pensiya miqdoringizga daromadlaringizning ta'siri qanday bo'lishini, agar o'zgarishlar mavjud bo'lsa, ular qanday hisoblanishini aniq ko'rsatish kerak. 5-qadam. O'zgarishlarni doim kuzatib boring. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadigan sohadir. Bugun amal qilgan qoida ertaga o'zgarishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi veb-saytini, rasmiy yangiliklar va kanalimiz kabi ishonchli manbalarni doimiy ravishda kuzatib borish juda muhim. Agar sizning daromadlaringizda yoki ish holatingizda biron bir o'zgarish yuz bersa, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar berishingiz shart. Bu
kelajakda sizga qarshi ortiqcha to'langan pensiya summasini undirish kabi noxush holatlardan qutqaradi. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, pensiya masalasi juda murakkab va nozik jihatlarga ega. Endi pensiya olaman, shuning uchun xotirjam deb o'tirishga haqqimiz yo'q. Har bir nafqa oluvchi o'zining huquqlari va majburiyatlarini aniq bilishi, o'z vaziyatini diqqat bilan tahlil qilishi va rasmiy organlardan doimiy ravishda ma'lumot olib turishi shart. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun e'tiborsiz bo'lmang. Men sizga bugun aytmoqchi bo'lgan eng muhim ma'lumotlar shulardan iborat edi. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha hali ham savollar qolgan bo'lsa, yoki siz o'z tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun doim eng dolzarb va muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.